أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. alloh taoloning iltifoti bilan sura Oli Imrondan 9 oyatni o'qib olgan bo'ldik. Oldingi 9 oyatda alloh taolo tavhidning prinsipi va tavhid aqidasini olib kelgan kitoblar, ya'ni Tavrat, Injil, Qur'on qatorliq mushu kitoblarni zikr qilgan. Bo'libmi Qur'on Karim va Qur'on Karimda ilmda cho'nqur bo'lgan olimlarniki iymoni qatorliq mushta mazmunlarni so'zlab o'tilgan edi. Hamda keyingi oyatlarda shuning qarshısida kofirlarning ahvoli so'zlangan ekan hamda. Va u kofirlarning kufrligining sababi. U kufrligining sababi bo'lsa-mu, ularning mol va bola-chaqalari bilan mush dunyoda mag'rurlanganligi. Shu ularning kofirligining asosiy sababi bo'lganligini bayon qiladi ekan. Shundaqla bu mol mol dunyo bola chaqa degan oxiratda Allohning azobidan hech qanday bir narsani behojat qilolmaydiganligi qatorliq ahvollar so'zlandi. Buning bir misoli tarqisda Alloh taolo Badr g'azotini misol qilib keltirdi. Shu Badr g'azotida iymon qo'shini bilan kofir qo'shini uchrashgan chog'da iymon qo'shinining soni oz bo'lsa-mu, kofirlarning ustidan g'alaba qilgan. Demak, kofirlarning shu chog'da mol dunyosi, bola chaqalari, qurol yaroqlari nihoyat ko'p bo'lsa-mu, ular g'alaba qilolmadi. Shu u narsalari ularga hech qanday foyda manfaat kelolmadi. Demak, e, oxirgi hisobda g'alaba qildiganlar, ya'ni shu mu'minlar, Alloh taoloning qo'shini musha g'alaba qiladi degan mazmun oydinlashmoqchi. Alloh taolo shunday deydi: "Astaidu billah. Innallazina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala awladuhum min Allohi shay'a va ulaika hum waqudun nar." Haqiqatan kafir bo'lganlar ularning mol dunyolari va balchaqlari Allohning azobidan hech narsani behojat qilolmaydi. Oshlar bo'lsa do'zaxning yiqilg'uluridir. Ulaika hum deb keltirgani bu ta'kid. Ulaika bir ta'kid, bu jumla o'zi jumla ismiya. Uningkini hum deb yana bir qatim ta'kid keltirdi. Demak, mushuna bo'lganlar haqiqatan shak shubhasiz do'zaxning yiqilg'uluri bo'ladi demoqchi. İnnellezîne keferu. İnne yüz bir ta'kid yana kelib. Haqiqatan kafir bo'lganlar lan tug'niya, lan tadfa'a demoqchi. Ya'ni ketkizib o'tolmaydi ularning mollari va bola-chaqalari Allohdan, ya'ni Allohning azobidan hech narsani. Va ulaika hum waqudun nar. Yine vaqudun nar deb vavning fathasidan o'qiladi deydi. O'simi ma yuqadu bihi. O't qalindigan narsa, o't tutashtirilgan, ya'ni yiqilg'ulari. Da'buhum ularning odati nima qandoq desa, kadabi ali fir'auna vallazina min qablihim. Firavun oilasi va ulardan ilgirki ummatlarning odatiga o'xshashdir. Ulardan ilgari o'tgan Ot va Samud qavmiga o'xshash, shu millatlarningki odatiga o'xshashdir. Ularning da'bi odati. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Ularning hammasining ularning odatlangan ishi nima desa, ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi boshda. Shuning bilan Alloh taolo ularni halok qildi. Ularning gunohlari tufayli. Ularning gunohlarining sababidan Alloh ularni halok qilgan edi. Bu jumla ilgiriki jumlani tafsir qilib kelgan deydi. Kazzabu bi ayatina degan jumla oldingi jumlani tafsir qilib kelgan. Vallohu shadidul iqob. Allohning azobi nihoyat qattiqdir. Ammo qul lillazina kafaru satughlabuna va tuhsharuna ila jahannam
ve bi'sel mihad degan bu oyat nozil bo'ldi bir vaqtdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr g'azotdan qaytgan chog'da yahudiylarni musulmon bo'lishga buyurgan chog'da nozil bo'lgan deydi. Ular Rasulullohga mundoq degan edi: "La yaghurrannaka an qatalta nafaran min Quraysh aghmaran la ya'rifuna al-qital." Seni hargizmi Qurayshlardan bir qancha nafar kishilarni e, o'ltirganliking mag'rurlantirib qo'ymasin. Ular bo'lsa nayt g'ofil insonlar bo'lib, urush qilishni bilmaydigan insonlardi. Yine o Yahudiler Peygamber Aleyhisselam doğrultulma gapni. Sen Qurayshning bir qancha odamlarni o'ltirib o'tib, biz urush qilishga yaman deb unda mag'rurlanib ketma deganda gapni qilib ekanda. Qanikin Alloh taolo Muhammad alayhisalom oyatni nozil qilib to'xtatdi. Qul aytqini Muhammad alayhisalom lillazina kafaru in ash yahudiylardan bo'lgan kofir bo'lganlar uchun satug'labun sizlar albatta mag'lub qilinsizlar. Va tuhsharun va jahannamga to'plansizlar. Va bi'sal mihad u jahannam nima degan yomon ko'rpa. Lil satug'labun degan satug'labuna sayug'labuna deb ikki xil o'qildi ekan. Ya'ni mag'lub qilinsizlar degandan ma tafsirda dunyoda o'ltirilish bilan asir ilinish bilan sizlarning ustinglarga jizya e, urilishi bilan ya'ni jizya topshirilgan boj shundoq sizlarga urilishi bilan belgilanishi bilan ashuna mag'lub qilinsizlar. Bu amaliyotda shunday yuz bergan deydi. Va tuhsharun. Bumi tuhsharuna yuhsharuna deb ikki xil o'qildi ekan. Endi oxiratda bo'lsa jahannamga to'planib hashar qilinsizlar. Endi jahannamga kirsizlar deganlik bo'ldi ekan. Ya'ni Muhammad alayhisolamga Alloh taolo sen yahudiylar mushtar degan deyapti. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Albatta ikki firqa uchun cho'ng bir ibrat bo'ldi. Urush qilish uchun Badr kunisi uchrashgan shu ikki firqada noiti cho'ng ibrat bo'ldi. Ya'ni ma zukkiral fi'lu lil fasli degan ma ahvol yoldan qaytdan keyingi oyatni orish uchun fasil qilish uchun zikr qilindi deydi. Ma o Badr g'azotidagi ahvollar shu asiltish uchun ikki ahvol ilgirki oyatni keyingi oyatning orasida fasil qilish uchun shuni zikr qilingan deydi. Alohida asiltildi. Mush ahvol asiltib o'tildi demoqchi edim. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Bu chaqda bir firqa Alloh yo'lida urush qildi, urush qilatdi. Ya'ni Allohning itoatining yo'lida. Ular bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va Rasulullohning sahobalari. Ular bo'lsa 313 erkak edi deydi. Ularda 2 dona ot, 6 dona qalqon, 8 dona qilich bor edi. Ularning ko'pinchisi piyoda mangdigan kishilar, piyoda mangan odamlar edi deydi. Yeni bir firqa bo'lsa kafir firqa bo'lib yarawnahum mislayhim ra'yal ayn. Yeni bir firqa kafir firqa bo'lib ko'rdi musulmonlar o kafirlarni o'zlarining ikki hassida ko'rdi. Ya'ni shu musulmonlar kafirlarni shu musulmonlar sonininki ikki hassida ko'rdi. Ular o'zlaridan jiqroq ko'rdi deydi. Ko'zlari shundoq ko'rindi. Demasmi amaliyotda ular ming atrofidagi kishilar edi deydi. Kafirlarning qo'shoni. Ra'yal ayn degan aynan ko'zi bilan ashtoq ko'rdi. Yana bunda xiyolda bunda xiyol qilib qolgan emas, balki aynan shu ko'zi bilan shundoq ko'rgan deydi. Vaqad nasarahumullohu ma'a qillatihi. Alloh taolo ularga yordam berdi. Musulmonlarning soni oz bo'lsin, ularga yordam berdi. Vallohu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Alloh taolo kuchlantirdi. Ya'ni yu'ayyidu degan yuqavvi degan bo'ldi ekan. Alloh taolo o'zining yordam bilan xohlagan odamni kuchlantirdi. Yordam berishga o'zining yordam berishini xohlagan odamni o'zining yordami bilan kuchlantirdi. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Haqiqatan mushuningda mushu mazkur yuqorida zikr qilingan mushu ishlarda albatta ibrat bor aql egalari uchun. Afala ta'tabiruna bi zalika fatu'minun. Mushuningdan ibrat elib iymon etmamsizlar. Alloh taolaning
yordami demak shu haqiqiy iymonda mustahkam to'g'onlarga keladigan gap ekan. Shundan aql egalari ibrat olsin deb o'tadi. Xo'sh, keyingi oyatda yana Alloh taolo mu'minlarni shu dunyo hayotining zibu zinnatlariga aldanib ketmaslik haqidagi oyatlar ekan. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zinnetlendi insanlar için şehvetlerini yaxşı görüş. Ayollardan, balçaqlardan, altın kümüşten bo'lgan ko'p mol dunyolardan iborat bo'lgan. Ashunda shahvatlarni yaxshi ko'rish zinnatlendi. Va arg'umoq otlardan bo'lgan, chaharpaylardan bo'lgan, ekinzorliqlardan bo'lgan mushundoq shahvatlarni yaxshi ko'rish zinnatlendi. Ve eş-şehvat degan nima desa, insonning nafsi qiziqadigan va insonning nafsi mani qilmamsan deb chaqiradigan narsa. Mushuni esh-shahavat deydi ekanmiz. Mushuna narsalarni Alloh taolo sinoq insonlarni sinash uchun zinnatida yoki shayton zinnatida deydi. İnsanlarga shuni zinnat deb ko'rsatdi. Bu esh-shahavat ya'ni nimalardan iborat degan chaqda minen nisa, ayollar, bola chaqalar, vel qanatir va ko'pligan mol dunyolar. El qanatir degan el ammalul kathira, el muqantara degan el mujammaa. Nayt ko'p to'plangan mol dunyolar demek ekan. Yani oltin kümüşten bo'lgan, arg'umoq otlardan bo'lgan, el musavvama degan el hisan, güzel otlar demek ekan. Musavvama deganni el hisan deb tafsir qildi. Yani güzel chiroyli otlar demek. Vel en'am, na o'g'ila, kalalar, qo'ylardan iboratmish da mal malvarallah. Vel harth va ziroat ekinzorliqlar. Mushlar din iborat shaharlarni yaxshi ko'rish insonlarga zinnatlandi. Shuningda ya'ni mazkur ishlarda shu yuqori zikr qilingan ishlar dunyo hayotining ma'lumotasidir. Yutamatta'u bihi fiha thumma yafna. Dunyo manfaat dunyoda uningdan manfaatlanadigan narsa. Ondan u yo'qolib ketadi deydi. Lekin sizlar Allohning dargohiga qiziqinglar deb Alloh taolo vallohu indahu husnul ma'ab. Allohning dargohida nihoyat yaxshi qaytadigan joy bor. En güzel qaytadigan joy Allohning dargohidir. O'sim jannatdir. Fayinbag'ir rag'batu fihi duna g'ayrihi. Shunda bo'lgan ekan, boshqasiga emas, shu Allohning dargohidagi jannatga, Allohning dargohidagi jannatga qiziqish loyiq bo'ladi deb aytadi. Alloh taolo bizga bu yerda dunyo hayotining shunda insonning nafsi uni yaxshi ko'rishga qiziqtirganlikdan iborat bir haqiqatni bayon qilib berib, keyindan buningga sizlar oldanib ketmanglar. Bu baribir yo'qolib ketadigan narsa, haqiqiy mangu yo'qoladigan yo'qolib ketmaydigan narsa bo'lsa Allohning dargohidagi jannatdir. Ashunga qiziqinglar, shuningga yaxshi tayyorlik qilinglar. Allohning buyurganlariga esilib, cheklaganlarga yeninglar degan maqsadda bizga shu asl ta'tidi. Keyingi oyatda Estaizu billah. Qul a'unabbiukum bi khayrin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Etkinki Muhammed Aleyhisselam kavmin üçün Eunebbiukum haber vermeymi sizlerge aşındım yaxşılıq bolgan nersi bilen. Lillezine taqav Allah Perverdigarın korqqanlar, taqvadır bolganlar üçün, yani şirikten yirak durganlar üçün Perverdigarın dergahide cennetler bardır. O cennetlerin aslını üstüne ekip durdu. Ular şu cennetlerden mengü ekip kalıdı. O cennetlerden ait pak ayallar var. Ve Allah tarafından kelgan rozilik bor deb o'tadi. Yani unabbiukum degan ukhbirukum. Sizlarga xabar bermaymi? Yuqorida tilga ilingan shu dunyo hayotidan shahvatlardan yaxshiroq bo'lgan narsalar bilan xabar bermaymi? Yani bu yerda istifhom taqir edi. Yani xabar beray demoqchi.
deb kelib lillazina taqav. Allohdan qo'rqqanlar, ya'ni shirkdan yiroq turganlar, shirkdan saqlanganlar uchun. Demak, Allohning dargohidagi Allohning roziligiga erishish, Allohning jannatiga erishishning birdan bir yo'li nima degan chaqda, oyatning mazmuni bo'yicha deymizki, mana shirkdan saqlanish. Allohga shirk keltirmay va Allohga ibodat qilish va Allohga shirk keltirmagan holatda tavhid aqidasini ustida o'lib ketish. O'sha holatda Allohning dargohiga ketish mana mavi haqiqiy baxtniki bir ochquchi. Allohga sherik keltirgan holatda yashagan va Allohga sherik keltirgan holatda o'lib ketgan odam bo'lsa, uni ming yaxshi amallari bo'lsa-mu, baribir nijotga erisha olmaydi ekan. Shunga oldi bilan Alloh taolani so'raydiganimiz bo'lsa, ey Alloh, meni shirkdan yiroq qilgin. Iymon bilan yashab, haqiqiy tavhid aqidasi bilan yashab, shu tavhid aqidasining ustida o'lib ketishimga nisb qilgin, deb shuningga ko'proq duo qilishimiz kerak. Lillazina taqav. Yine şirkten saklananlar için Perverdigarın dergahida cennetler bardır. Lillezine taqav inde rabbihim degan haber deydi. İnde rabbihim. Haber muqaddam bo'ldi da. Endi mubtadasi cennatun. Mubtadai muakhir. Cennetler bardır ki eqib turdi o cennetlerin ostidan o'stanglar. Halidina. Mengu qog'ich bo'lgan holatda. Ya'ni muqaddirinal hulud. Mengu qilishni taqdir qana mo'ljallangan holatda shuni qilib qoladi demoqchi. Fiha. Agar shu jannat kirsa ular shu jannatda mengu qilib qoladi. Hargizmi chiqmaydi. Va azvajum mutahhara. Va hayzdan pok bo'lgan ayollar bor. Va undan boshqa turli shu mayna saniladigan narsalardan hammasidan pok bo'lgan ashundoq ayollar bor jannatlarda. Va ridvanun minalloh. Va uning tepsida hamda Allohning roziligi bor. Ridan kathirun. Nəhayət köp razılıq. Allah tərəfindən gələn köp razılıq var. Vallahu basirun bil ibad. Allah Teala bəndələrini bilib durğucudur, görüb durğucudur. Ularning hammasiga o'sha amaliga yarasha jazo yoki mukofot beradi. Va ridvanun degan roning kasrasi bilan va zammasi bilan o'qildi deydi. Ridvanun, rudvanun deb ikki xil o'qilish bor ekan. Demek ma keyingi oyatda Alloh taolo dunyo hayotining shahvatlarining qarshisida ma ahvollarni zikr qildimdi. Dunyoda sizlar ashna ayollardan, bola chaqalar bilan faxrlanasizlar, ashni yaxshi ko'rasizlar. Ko'plagan mol dunyolar, oltin kumushlar, arg'umoq atilgandek shunday narsalarni sizlar faxrlanasizlar, yaxshi ko'rasizlar. Bu baribir yo'qolib ketadi deb kelib, ma oxirida shuning qarshisida ma jannatda yo'qolib ketmaydigan mundaq ne'matlar bor deb aytadi. Ma jannatning ayollari hayz ko'rmaydi. Unda turlik ahvollarning hammasini yiroqmish. Dunyodagi bo'layotgan ishlarning hammasidan pok bo'lgan ayollar demoqchimdi. O dunyo hayotininki dunyo hayotida biz qiziqayotgan narsaning qarshisida jannatga mangu qilib qolgan aniga shakli o'xshasimi? Yana sifat jihatdan o'xshamaydigan bunday ne'matlar bor deb bizga qiziqtirishda bu jannatga bizni da'vat qilish oxirat yurtiga. Masalan, ostidan o'stanglar qilib turgan jannatlar bor dedimdi. U mangu yo'qolib ketmaydigan ashna ne'matlar. Dunyoninki biz yaxshi ko'radigan oltin kumush, turli kala qo'y, ot degan narsaning hammasi u baribir yo'qolib ketadi. Ma jannatdagi ne'matlar yo'qolib ketmaydi. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين degan sifatdir yoki badaldir oldingi allazinadan lillazina taqav degan shu allazinadan badal deydi. Shu dunyo hayotininki shahvatlardan yaxshiroq bo'lgan narsalardan sen xabar bermaymi deb kelib ulu Parvardigarning Allohning haqiqiy qo'rqqanlari uchun Parvardigarning dargohida jannatda bor degan to'g'ri. Bu yerda yana allazina yaquluna meni mundaq deydiganlar uchun demoqchi.
Ahi jannatlar yana qanday odamlarga xos degan chog'ning o'zida shunday bir odamlar uchunki deydi ular Parvardigorimiz haqiqatan biz iymon etdik. Bizni bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, bizni do'zaxdan saqlagin deydigan insonlar uchundir demoqchi. Amanna degan saddaqna bika va bi rasulika. Seni va sening payg'ambaringni tasdiq qildik ey Alloh. Shunday bo'lgan ekan bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin va bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. Yana ular shunday kishilarki as-sobirina الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين degan Alloh taoloning toat ibodatiga sabr qilib shu toat ibodatni yaxshi qilgan va Alloh taoloning gunoh masiyatlarini yiroq turish uchun sabr qilib shu gunoh masiyatlarni yiroq turganlar va iymonida rostchil bo'lganlar va qonitin degan Allohga haqiqiy itoat qiluvchilar. Vel munfiqin degan sadaqa qilguvchilar. Vel mustagfirin degan Allohumma g'fir lana deyishar qiliq Allohdan mag'firat talab qiluvchilar. Saharlarda, ya'ni kechining oxirgi vaqtlarida ya'ni Allohdan işte mag'firat talab qiluvchilar uchundir. Ya'ni ma'ma shu oldingi allazinaga atbamdi. Na'tun sifat deydi. Xussat biz zikri. Mushu bil ashar deb alohida zikr qilindi. Chunki bu sahar vaqti bo'lsa g'aflat qilgan vaqt va uyqu nihoyatda lazzatlik uyquning kelgan vaqti. Shuni qilmishda vaqtda o'rnidan qo'pib Alloh taolodan mag'firat talab qilish mana bu haqiqiy iymonning alomati, taqvodorlikning alomati. Alloh taolo hammaga manfaatli mato qilsin va dunyo oxiratda najot topquchlarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.